O'zbekistondagi eng qimmat bo'ribosar Loki. Loki O'rta Osiyodagi pitomnik piratga qarashli birinchilardan bo'lgan bo'ribosar. U nafaqat O'zbekistondagi eng qimmat, balki eng qimmatlisi. Buni sabablarini esa hozir aytaman. Har bir davrning o'z afsonasi bo'ladi. Amir Temur, Chingizxon, Aleksandr Makedonskiy yoki Napoleon Bonapart. Bu insonlar deyarli hech qachon mag'lubiyatga uchrashmagan. Loki ham xuddi sarkardalar kabi musobaqalarda hech qachon mag'lubiyatga uchramagan bo'ribosar. Rossiya, Ukraina, Qozog'iston va Tojikistonda o'tgan musobaqalarda mutlaq g'olib bo'lgan. Aynan shuning uchun ham mintaqa chempioni sifatida e'lon qilingan. Genetik ildizi Belый Xodaga borib taqaladi. Belый Xoda bu taniqli nasl, kuchli va intellektual itlar hisoblanadi. Lokining jang maydonlarida yengan barcha raqiblarining narxi deyarli 50 ming dollardan yuqori hisoblangan. Endi bo'lsa Lokining narxini taxmin qilib ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda u jang maydonlarida emas, faqatgina yaxshi nasl qoldirish uchun xizmat qiladi. Aynan shuning uchun ham u O'zbekistondagi eng qimmatli bo'ribosar hisoblanadi. Lokining narxiga keladigan bo'lsak, uning bugungi kunda qiladigan xizmatlari u uchun to'lanadigan 50 yoki 100 ming dollardan ancha yuqoriroq hisoblanadi. Ya'ni u mutlaqo sotilmaydi, bebaho. Javohir Shodmonov bilan doim eng qimmatlari va eng qimmatlilari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.